Qarang. Endi birodar savol. Bir kunda o'zi nechta namozni qazo qilamiz biz? O'zi o'qiydiganimiz jumadan jumagacha-ku. O'sha ham nima? Mehmon kelmasa, bir ishimiz ko'p bo'lmasa, yoki qanaqangidir jumadan keyin o'rtoqlar bilan qanaqangidir ziyofatlarimiz, o'tirishlarimiz bo'lmasa, shunaqa. Qolgan namozlarchi? Shayton bitta sajda qilmagani uchun la'in bo'ldi. Siz bir kunda u umri davomidagi bitta sajda qilmagani uchun la'in bo'ldi. La'natlar ostiga qoldi. Siz bir kunda nechta sajda qilmayapsiz? Bir tabib aytadi. Oldimga aravachada bir yigit olib kelindi. U yigitni ikki oyog'i ishlamaydi, shal.